Diniy va dunyoviy bayram bor deb turilibdi. Bo'ldi, masala hal bo'ldi. Har yili shu dekabr kelsa, deyman deb boshlanadi. Mana shu oqidi, ko'kidi, mushrik, kofirdan boshlaydi. Men hayron qolaman. Bular shu birovni kofirni kayf qilarmikin deyman-da. Nima kerak shu narsa? Mana shu bayram haqida deb gapiradiganlar haqida. Shuni ko'rib xulosa qilib qo'ydi. Chunki bilib bilmay u deb qo'ymaylar akalar. Kimdirlar taqvodorlik qilaman deb, qattiqlik qilaman deb, qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yasizlar akalar. O'libdi endi sizda bor taqvo hech o'zi bitta bir tomchi bizda yo'q bo'lsa-ya. Allohning guvohligida aytaman mana shu narsani. Men Allohning guvoh deb aytavermayman har bir narsada. Chunki to'g'ri so'z odamga bu gap kerak yo'q aslida. Lekin shunga aytaman. Agar shu harom bo'lsa, erkak basman shu yerda harom deb aytmasam. Aytaman shuni. Shuni aytib keyingi juma o'qib bo'laveraman. Ketsam ketaveraman ishdan demoqchiman. Harom narsani liboyni aytamiz. Aytganmiz va aytamiz. Xotirjam bo'ling. Bugun o'sha qalbi bog'lanmaganligini ko'p insonlarda alomati yana kufr bayramlaridan o'zini tiyib tura olmaydi. Yangi yil kelganda har xil bahonalar bilan uni halollab oladi bayram qilishlikni. O'sha qavmga, johil qavmlarga qo'shilib ketadi Arsa bayramiga. O'zini tiyib tura olmaydi, axir bu bizning bayram emas. Bilingki, bu odamlarda Alloh qalbini haqqa bo'yamagan. Navruz kelganda majusiylarning bayrami o'zini tiyib tura olmaydi. Bizning bayram emas bu deb. Bularda Alloh qalbini bo'ylamagan haqqa. Kofirlar qayerda harom harish to'da bo'lib, o'yin kulgi, musiqa qilayotgan bo'lsa, o'sha yerga qarab ruh tortib ketaveradi. Bu xatar. Arvohi o'shalarning arvohi bilan oshna degani. Tilsgarchi mo'minman desam. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Va biz ularning qalblarini bog'ladik. Ular o'shanda turdilar, aytdilar, bizning Robbimiz samovat va yerning Robbisidir. Biz hech qachon undan boshqa ilohga duo qilmaymiz. Aks holda biz shatot gapni gapirgan bo'lamiz. Ularning qalbini bog'ladik. Bu nima degani endi? Ularni sobit qildik degani. Bir narsa chunki bog'lansa mahkam bo'ladi-ku. Bog'lanmasa shalvirab yotadi o'ynab. Bir narsa o'ynab shalvirab yotgan bo'lsa, mana bog'lab qo'y deymiz. Agar qalb ana shunday Alloh tomonidan bog'lanmasa, qalb shalvirab yotadi. Buni alomati nima? Qalbi shalvirab yotgan odamni chumchuq pirritsa yuragi shirritadi. O'zimizda yurak o'ynab ketdi deydi-ku. Ana shu qalb bo'ylanmagan alomati. O'ynab ketyapti, u qimirlab, bog'lanmagan. Ammo qalb bog'lansa, uncha narsa uni qimirlata olmaydi. Mustahkam, sobit bo'ladi. Balki hech narsa qimirlata olmaydi. Alloh bog'lagan qalbni. Mana shu ashabul kafda hozir Alloh aytayapti, ana shunday qalbini bo'ylagan deylardi, deyapti. Na zolimni pishqirishi, na tog'utlarni tahdidi ularni qimirlata olmagan. Tog'utdek sobit turishgan. Bu lafzni, ya'ni qalbini bog'ladik degan lafzni Musa alayhisalomning onalarining qissasida ham o'tdik. Qasos surasida. Laula arrabatna ala qalbiha dedi Alloh. Musoning onasining qalbini bo'ylab turmaganimizda sal bo'lsa fosh qilib qo'yardi bolasi yo'qolganini. O'sha ayol ham shunday bolasi yo'qolib oqib ketgan bo'lsa-da kuyib yonib ketyapti qarang, lekin Alloh qalbini shunday bo'ylab turgandan hech kimga aytmadi bolam yo'qoldi. Aks holda o'zining bolasini o'zi boshiga yetib qo'yardi. Maqsad qalbda Alloh bog'lasa ana shunday sobit bo'ladi inson. Ibn Qoyyim rahimahulloh aytadilar, mana shu yigitlar bir paytlar podshoh, o'sha kofir podshohning xizmatida bo'lishgan. Ba'zilar aytdikki, o'sha ularning o'g'illari bo'lgan deydi, ba'zilar shu xizmatkorlari bo'lgan deydi. Alloh alam nima bo'lganda shu kofir podshohlar yaqinida bo'lgan ular. Ular iymon haqiqatini topganlaridan keyin turiboq Robbimiz samovat yerning Robbisi Alloh deya oldilar. Qalbini bog'ladi Alloh degani ularni sobit qildi. Quvvatladi iymon nuri bilan degani. Sabr qildilar, ular qavmlarini, diyorini tark qilishga va o'zlarini avvalgi holatlarini tark qilishga, dinlarini olib qochishga sabr qildilar. Ya'ni shunday to'kin sochin hayotdan, qasrdan g'orga ketishga qalblari dosh beryapti. Qavm qarindoshni qo'yib, it bilan hamroh bo'lib ketishga iymonlari dosh beryapti.
Hozir ular bir payt ana shunday qavm qarindosh ichida qasrda, endi it bilan g'orda. Uncha odam mana shunaqa paytda hurligi kelib o'zidan o'zi yig'lab xafa bo'lib ketadi. Nima kunlarga qoldik deb. Ular hech ham mana shu narsada qalblari o'ynamagan. Qalblari bog'lab qo'ygan Alloh mahkam. Va qalbni bog'lashning aksi deydilar Ibn Qoyyim. Xuzlan deyiladi, uni tashlab qo'yish, ya'ni ana shu shalvaratib. Uni bog'ichini yechib yuborish. Undan tavfiqni olib qo'yish. Qarabsanki, unda insonlar Robbisining zikridan g'ofil bo'ladi. Havosiga ergashib ketadi va oxiri ishi uni tuturuqsizlikka qarab ketadi deydilar. Ya'ni xayoliga nima kelsa o'shani qiladigan, tentirab haliga shamol essa, yechiq narsa qanday shamol esgan tarafga qarab hilpiraveradi. Ana shunga o'xshab qoladi-da ularning qalbi. Shaytonlar qayerga qarab puflasa o'sha yerga qarab hilpiraveradi. Havoy nafs qayerga qarab tortsa o'sha yerga qarab ketaveradigan bo'lib qoladi inson. Ibn Kasir rahimahulloh ular haqida aytadilar, ular qavmlarini bir bayramga ketgan paytlari kufr bayramlariga ketishganda, butlariga qurbonlik qilishib, aroqxo'rlik, harom harishlarni qilib yurganda, o'sha bayramlarga borishmagan. Ana shu Allohlarning qalbini boylaganligini yana bir ko'rinishi. Bu yerda to'xtab bu gapga bir tanbeh beraylik. Bugun o'sha qalbi bog'lanmaganligini ko'p insonlarda alomati yana kufr bayramlaridan o'zini tiyib tura olmaydi. Yangi yil kelganda har xil bahonalar bilan uni halollab oladi bayram qilishlikni. O'sha qavmga, johil qavmlarga qo'shilib ketadi archa bayramiga. O'zini tiyib tura olmaydi, axir bu bizning bayram emas. Bilingki, bu odamlarda Alloh qalbini haqqa bo'yamagan. Navruz kelganda majusiylarning bayrami o'zini tiyib tura olmaydi. Bizning bayram emas bu. Bularda Alloh qalbini bo'ylamagan haqqa. Ashobul Kaf haqida aytayaptilar Ibn Kasir mana. Allohlarning qalbini bo'ylagan o'sha kofir qavmning kofir bayramiga, harom harish bayramiga chiqmaganlar. Hammalari ajralib shahar tashqarisiga chiqib ketishgan. Ana shu ularni jamlagan. Asli ular bir-birini tanishmagan. Ana shu iymon, Alloh yo'lida tark qilish ularni bir joyga to'plab qo'ygan. Bu Allohning taqdiri. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha talaf va ma tanakara minha ikhtalaf. Arvohlar tub askarlardir. Ular bir-birini tanisa ulfatlashadi, bir-birini tanimasa bir-biridan uzoqlashadi. Ashobul Kafni arvohlari bir-biriga o'xshaganidan jasadlari bir-birini topib keldi shahar tashqarisida. Ammo ular kofir qavmlar arvohlari bir-biriga o'xshagandan o'sha yerda hammasi qolib ketdilar. Ularning arvohlari ularning arvohiga teskariligidan o'sha shaharda o'tira olmay tashqariga chiqib ketdilar. Endi bugungi mu'minman deganlar qanaqa mu'min ular? Arvohlari kofirlarning bayramiga ketayotganlarga qarab tortib ketadi ularni. Archa tarafga qarab tortadi. Navruz bayramiga qarab tortadi. Kofirlar qayerda harom harish to'da bo'lib, o'yin kulgi, musiqa qilayotgan bo'lsa, o'sha yerga qarab ruh tortib ketaveradi. Bu xatar. Arvohsiz o'shalarning arvohi bilan oshna degani. Tilizgarchi mu'minman desa ham. Xullas, ana shunday qilib tavhid ularni birlashtirib qo'ydi. Shuning uchun Alloh aytayaptiki, izqamu faqalu. Ular turib o'shanda gapirdilar. Buni ikki xil tafsir qilgan ulamolar. Turib deganda birinchisi, keyin to'planib tanishishga o'sha podshohlar va qavmlarining oldiga borib turib o'sha yerda haqni gapirdilar. Mana shunda ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan toifaga tushdilar. Afdalu shuhada rajulun qama indallohi inda sultonin jairin fa amarahu va nahahu fa qatala. Eng afzal shahid zolim podshohning oldida turib unga amr ma'ruf nahiy munkar qilganda uni o'ldirgan u ana shu eng afzal shahid dedilar. Xo'p, bu yerda ular shahid bo'lmadi, o'ldirilmadilar. Ammo amr ma'rufni o'zini ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda afdalul jihad kalimatu haq inda sultonin jair deganlar. Eng afzal jihad zolim podshohning qarshisida aytilayotgan haq kalimasi deganlar. Maqsad ular ana shunda turib haq kalimasini gapira oldilar zolim podshoh va zolim qavm oldida.